Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlar. Bugun sizlar bilan Kim Sunning Hayotni sokinlashtirish payti kitobi mutolaasini boshlaymiz. Haqiqiy qog'oz kitob, audio, video, elektron kitob. Farqi yo'q. O'zing uchun bir choy damla-yu kitobingni och. Baxt dengiziga g'arq bo'l. Hech narsadan, kitoblardan topgan foydangni topolmaysan. Haqiqiy qog'oz kitob, audio, video, elektron kitob farqi yo'q. Agar to'g'ri yashashni istasang, tingla, o'qi, ko'r va sukut qil. Hoziroq mutolaa qilishga kirish va hayotingni sokinlashtir. Yangi bir kunda uyg'ondim. Panoh topadigan boshpanam bor. Kiyadigan kiyimlarim bor. Ichadigan suvim, yeydigan ovqatim ham bor. Eng muhimi, sog'lig'im joyida. Sevganlarim va meni yaxshi ko'radiganlar yonimda. Hayot juda ham go'zal va ishonamanki, yanada go'zal bo'ladi. Shuning uchun bo'lganiga ham, bo'lmaganiga ham shukr qilaman. Insonni olov emas, o'z g'aflati yoqar. Hammada qusur ko'rar, o'ziga ko'r boqar. Nimaga qanday boqar bo'lsang, u ham senga shunday boqar. Jaloliddin Rumiy. Qora nuqtalaringdan xalos bo'l. Professor sinfga kirib, o'quvchilarga hech qanday tayyorgarliksiz bir imtihon o'tkazishini aytdi. So'ng ulardan birini chaqirib, qo'ldagi qog'ozlarni uzatdi va hammaning stoliga qog'ozda yozilgan savollar ko'rinmaydigan darajada bittadan joylashtirib chiqishini uqtirdi va qo'shib qo'ydi. Ha, o'rtoqlar, qog'ozlarning teskarisini ag'darishingiz mumkin. Sizga 10 daqiqa vaqt. Boshlang. Shu tariqa o'quvchilar yuzidagi passivlik o'z o'rnini hayrat va shoshqaloqlikka bo'shatib berdi. Chunki sinov qog'ozida bitta ham savol yo'q edi-da. Faqatgina qog'oz o'rtasida qora nuqta bor edi xolos. Professor tushunmovchilikka barham berish uchun qog'ozda nima ko'rayotgan bo'lsangiz, miyangizga kelgan eng qisqa jumlalar bilan uni ta'riflab bering dedi. Vaqt tugagach professor qog'ozlarni yig'ishtirib oldi va yozilgan javoblarni ovoz chiqarib o'qidi. Aytilganidek, barcha o'quvchilar qog'oz o'rtasidagi qora nuqtani ta'riflagandilar. Keyin esa professor o'quvchilarga yuzlandi va bu imtihonda hech qaysingizga baho qo'ymayman. Chunki hammangiz kichkinagina qora nuqtaga e'tibor beribsiz xolos. Hech biringiz qog'ozdagi oppoq, bo'sh joylarni ko'ra olmabsiz. Orzu-umidlaringiz, sevgan kishilaringiz haqida yoza oladigan katta oq hududni ko'rmabsiz ham dedi. Hayot ham aslida mana shunday tuzilgan, suyukli do'stlarim. Hayot deb ot qo'yganingiz bu keng qovul oqlik ichida kichik qora ranglar ham uchrab turishi tabiiy. Biz esa diqqatimizni va bor kuchimizni o'sha kichik qora nuqtadagi xatolarga va ko'ngilsizliklarga qaratamiz. Boshqacha aytganda, o'sha kichik qora nuqta o'tmishda boshimizdan o'tgan muvaffaqiyatsizliklar, pushaymonliklar, mahzunliklar, qo'rquvlardir. Qog'ozning bo'sh joylari esa hali o'z qo'limizda bo'lgan, yozilishini kutayotgan pok-pokiza kelajakdir. Biz o'zimizni nima deb o'ylasak o'shamiz. Moddiy tomonlama nima iste'mol qilsak o'shamiz. Ma'naviy taraflama nimani o'ylayotgan bo'lsak o'shamiz. Zotan nima bo'lsangiz, hayot oldingizga o'shani chiqaradi. Nima xohlasangiz, shuni emas. 3D qonuni mavjud. Fikrlar tuyg'ular amallarni paydo qiladi. Ya'ni hamma narsa fikr bilan boshlanadi. Fikrlarimiz gapirishimizda, gapirishimiz xatti-harakatlarimizda, xatti-harakatlarimiz esa taqdirimizda aks etadi. Aslida bunday qarasangiz, fikr va tuyg'ularimizning fe'limizda aks etishi dengiz va to'lqin munosabatiga o'xshaydi. Haybatli va shiddatli to'lqinlar dengizning asosini tashkil qilmaganidek, fikr va tuyg'ularimiz ham bizning o'zagimizni tashkil etmaydi. Ular faqatgina hayotga ba'zi bir sifatlarni baxsh etadigan kichik detallardir. Ichimizda fikr va tuyg'ularimizdan ham oliyroq bo'lgan bir asos bor. Ammo biz qandaydir arzimas qora nuqtalar bilan o'ralashib qolgan holda hayotga salbiy ko'z bilan qaraymiz.
va o'zimizni topishga qiynalamiz. Shaxsiy bir jarayon deb nomlaymizmi yoki boshqa bir narsa. Ammo koshki endi bir necha 100 sahifa motivatsion kitoblar o'qib, ko'pdan beri kutayotganimiz porloq kelajagimizni qura olsak. Ammo buni bajarish unchalik ham oson emas. Hech bir muvaffaqiyat osmondan tushmaydi. Chunki hech narsa badalsiz bo'lmaydi. Har qanday zafarga charchatuvchi mehnat, mashaqqat orqali erishiladi. Qanday bosqichda, qay holda bo'lishidan qat'iy nazar, axloqiy tayanchlardan uzoq bo'lgan narsa haqiqiy narsa sanalmaydi. Insoniy qadriyatlaringizni unuttirgan yutuq emas, balki eng katta yo'qotishdir. Insonning bor u yo'g'i huzur halovat topgan narsalarda pinhondir. Pok bir kelajak esa pok qalbda yashiringan. Aytgancha, bu kitob bilan sizga buyuk narsalar va'da qilishdan yiroqman. Ammo shunga so'z berishim mumkinki, 10 sahifa o'qib, qaytadan o'sha qog'ozga qaraganingizda katta oq maydonga kichkina qora nuqtadan ko'proq e'tibor beradigan bo'lasiz. Zotan, haqiqiy hayot har ikkalasini ham farqlab olgan paytimizda yanada mazmunli bo'lmaydimi axir?